Demak, hammaga assalomu alaykum. Bugungi taqdimotimizni boshlaymiz bo'lmasam. Hamma iloji boricha yaxshilab diqqat qaratsin. Demak, aynan bizda muhim kun boshlanyapti. Ya'ni kursimizni taqdimotini s- tanishtirib o'taman. Aynan bugun mart va may oyiga, ya'ni bu yerda martdagi topshirmoqchi bo'lganlar va mayda topshirmoqchi bo'lganlarga o'zimizni shaxsiy loyihalarimizni sekin tanishtirib o'taman. Xo'p, birinchi bo'lib, aynan imtihonga tayyorlanishdan oldin rostdan ham imtihonni sizlarga foydasi bor yoki yo'qligini bilib olishlaringiz kerak. Misol uchun, aynan SAT imtihoni o'qituvchilarga yordami matematika qismidan eng kamida 700 ball oladigan bo'lsangiz, Vazirlar Mahkamasini 35-15 sonli qaroriga asosan 3 yil davomida 50% ustama olasiz. Ya'ni oylik maoshingiz qancha bo'lsa, o'shanga 50% miqdorida pul qo'shiladi. Bu Vazirlar Mahkamasini maxsus qarori. Hali ball o'zgargani yo'q. Ball 700 dan oshdi, 750 bo'ldi degan xabarlarga hali ishonmanglar. Biz mana shu narsani ichida yuribmiz. Hali ham 700 ball. Ya'ni dekabr oyida men orqali natija olganlar ham 700 ball bilan ustama olib boshladilar. Ya'ni hech qanaqa bu yerda o'zgarishlar mavjud emas. Xo'p, davom etamiz. Demak, endi bizda eng qiziq bo'lgan ma'lumot, ko'pchilik qiziqayotgan narsa, ya'ni oramizda maktab o'quvchilari ham ko'p. Maktab o'quvchilariga SAT imtihonining qanday foydasi bor? Xo'p, demak, 2025 yil sentyabrdagi, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 578 sonli qaroriga ko'ra, agarda siz SAT imtihonidan eng kamida 1200 ball foizga hisoblaydigan bo'lsangiz, bu 75% yoki undan yuqori natija. Aynan berilgan fan kirish imtihonlari, ya'ni bu yerda bakalavriat bosqichiga to'liq 100% grant asosida ishga qabul qilinasiz. Hop, natijangizni mana agentlikka ham yuborishingiz kerak. Umuman olganda bakalavriat bosqichiga 100% grant asosida qo'shilasiz. Hop, hozir YouTube'da ovoz yo'q ekan, shunday to'g'irlab olaylik-da. YouTube'da ovozimiz nima yo'q bo'lsa. Endi eshitilayotgan bo'lsa kerak YouTube'dan ovozimiz. Hozir qildik. Xo'p, mayli, davom etamiz. Endi ustalama to'lab berilish formati bu yerda ko'rishingiz mumkin. Aynan o'zimizda tayyorlanib yuqori natija olgan ustozimizni misolda ko'rib o'tamiz. Aynan ustozimiz oladigan oylik maoshi bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. 4.539 ming so'm. Aynan uni 50% miqdorida ustama oladilar. Ya'ni 2.269 ming so'm miqdorida pul to'lab beriladi. Ya'ni 50% rostdan ham. Vaqt haqida yana bir marta qaytarib o'taman. Yana kimdir xabar bo'lmasa, 3 yil, ya'ni bizda 3 yilga 36 oy davomida ustama olish imkoniyatiga egasiz. SAT imtihoni orqali. Xo'p, davom etamiz. Endi taxminiy summasi haqida ko'pchilik qiziqadi. Albatta, bu birinchi navbatda sizda qancha maosh olishingizga bog'liq. Misol uchun, mana bu yerda bizda matematika o'qituvchisi hozirgi oyligi 12,5 million so'm, ya'ni bu $1000 ziyodroq hisoblanadi. SAT'ni o'zidan har oylik 2,8 million so'm miqdorida qo'shimcha daromad. Xo'p, endi bu ustozimizni o'zini yana qo'shimcha yutuqlari bor. 70% ustamasi ham bor. SAT'ni o'zidan 8 ming so'm. Boshlang'ich bo'lsangiz ham beradi. Boshlang'ich ta'limda ishlaydigan 5 soatga matematikadagi 50% miqdorda. Uni ham o'tish bali 700, 5 soatga to'laydi. Boshlang'ich boshlang'ich sinflarda bor. Xo'p, hozirgi o'quvchilarga yuzlanadi. O'quvchilarga foydasi haqida gapirib o'taman. Agar maktab o'quvchingiz O'zbekistonda yashashgan, universitetda foydasi bor. Ya'ni O'zbekistonda joylar xalqaro universitetga kirmoqchisiz. Sizga qanday hozirgi kunda Islom universiteti
texnologiya universiteti, texnika universiteti, Westminster xalqiga SAT siz 100% asosida o'qishga qabul qilinishingiz mumkin. Hozirgi bu xalqaro universitetlar. O'zimizda respublikamizda, ya'ni O'zbekistonda joylashgan xalqaro universitetlar bu. Xo'p, hammada ovoz yaxshimi? Endi bu loyihaga anchadan beri tayyorlanganmiz, shuning uchun yana tasdiqlab yuboringlar. Hammada ovoz yaxshimi? Bu yerda ayrimlarda ovoz yaxshi emas ekanda. O'shaning uchun ham yana tasdiqlab yuboringlar. Ovoz hammada yaxshi-ya? Ha, yaxshi. Ovoz hammada yaxshi bo'lsa, yana davom etardik. Menimcha hammada ovoz yaxshi deb o'ylayman. Qolganlar ham yana tasdiqlab yuboringlar. Telegramda, Zoomda hammada menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Hop, hozir menimcha nima qilamiz? Agar ishlamasa yana to'g'irlashga harakat qilamiz. Hop, yaxshi ekan. Mayli, davom etaveramiz. Yana prezentatsiyalar yuborib chiqyapman parallel ravishda. Hop, xalqaro universitetlarni ko'rishlaringiz mumkin. Endi Yangi O'zbekiston universitetiga alohida to'xtalishimiz kerak. Ya'ni Yangi O'zbekiston universiteti ham bizda respublikamizdagi birinchi davlat ham xalqaro universitet bo'lgan yagona hozircha universitetimiz. Hop, agarda siz maktab o'quvchisi bo'lsangiz, Yangi O'zbekiston universitetiga grant asosida kirmoqchi bo'lsangiz, sizga nimalar kerak bo'ladi? Yangi O'zbekiston universiteti haqida qo'shimcha gapiradigan bo'lsam, hop, respublikamizdagi yetakchi universitet bo'lish kutilayotgan universitet. Ya'ni bu universitetda kimlar o'qiydi? Hozirgi holatda agar respublikamizda bir yilda 300 ta odam bitirsa prezident maktablaridan, o'shalardan taxminiy 150 tasi Yangi O'zbekiston universitetida o'qiydi. Bilasizlar, bizda hozir prezident maktablari respublikadagi eng yetakchi maktablar hisoblanadi. Undan tashqari ixtisoslashtirilgan maktab bitiruvchilari ham ko'pchiligi Yangi O'zbekiston universitetida o'qib kelyapti. Ya'ni siz juda ham yaxshi akademik muhitda o'qish imkoniyatiga egasiz SAT imtihoni orqali. Xo'p, Yangi O'zbekiston universiteti uchun sizda eng kamida 0, B2 yoki IELTS 5,5, umumiy holatda til bilish sertifikati bo'lishi kerak, eng kamida B2 darajada. Matematika qismida esa eng kamida 780 ball olsangiz, sizga 100% grantni taqdim qilishadi. Yangi O'zbekiston universitetida juda ham ko'p sohalar bor. Ya'ni o'zingizga kerakli bo'lgan zamonaviy sohalarni barchasini Yangi O'zbekiston universitetidan topsangiz bo'ladi. Bu yerda dasturchilik, yana muhandislik, eng yaxshi zamonaviy sohalar bor, hammasi. Undan tashqari yana mashhur bo'lgan AKFA yoki Central Asian University ham deb atashadi va Westminster. Bu yerda ko'p universitetlar bor. Mana bu yerda to'liq ro'yxatini ham qilgandik. Xo'p, INXAga ham yordam beradi. INXAni ham aytib ketaylik. Websterga ham adashmasam IELTSdan 5,5 kerak. Endi SAT imtihoni haqida qo'shimcha gaplashamiz. Ya'ni SAT imtihonini qo'shimcha ma'lumotlarga ega chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bizda SAT imtihoni umumiy 1600 ball, ya'ni bu 1600 balldan 800 balli matematikaga va 800 balli bizda ingliz tiliga ajratilgan. Endi bu yerda 200 va 800 oralig'ida nima degani? Eng past natija bu 200 har bitta bo'limda. Ya'ni barcha savollarni xato qiladigan bo'lsangiz ham 200 ball olasiz. Umumiy 400 va 1600 oralig'ida. Xo'p, endi bizga ko'proq baribir matematika qismi muhim. Bu yerda ko'proq o'qituvchilar bor. Xo'p, matematika qismi haqida qo'shimcha gapiradigan bo'lsam, matematika qismi ikkita moduldan iborat va har bir modulda 22 tadan savol mavjud. Umumiy 44 ta savol bo'ladi shunda. 22 ta, jami 44 ta. Xo'p, endi kanalimizni egasi yoki asosiy o'qituvchisi Elbek Asadullayev Elbek haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni o'zim, mayli. Xo'p, SAT matematika qismidan 800 balldan 800 ball, ya'ni 4 marta bu yerda bo'lib qolibdi, 5 marta dekabrda ham olganman. Umumiy 5 marta olganman. Hozircha 2 yillik tajriba. Undan tashqari IELTS ballim 7,5. Xo'p, SAT imtihonida umumiy ballim esa 1550. Avgustda natijamni yaxshilab olgandim, ya'ni hozircha eng yaxshi natijam 1550, 1600 balldan
1550 ball. Hop, hozir mana bu postlarni ham yana yuborib qo'yaylik kanalimizga. Qolganlar bexabar qolib ketmasin. Hozircha imtihonga necha marta kirgan bo'lsam, hammasidan maksimal natija olganman, ya'ni 800 balldan 800 ball. Endi bu yerda yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Kimdir aytishi mumkin, men matematika o'qimoqchiman, ingliz tilini yana ustoz ingliz tili darajasini man hal qilishim mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Hop, imtihonni ingliz tili qismidan 750 ball olganman. Endi bu yerdagi ingliz tilidagi bilimlarimni sizlarga yordam beraman, ya'ni ingliz tili noldan to'liq imtihonga kerakli darajada o'rganishlaringizga yordam beraman. Hop, mayli, davom etamiz. Hozircha bizda jami nechta odam qatnashyapti? Jami 1000 odam, 1000ga yaqin odam qatnashyapti. Hop, hali bizda bonus va sovg'alar hali oldinda. Ya'ni bu yerda qo'shimcha ma'lumotlardan tashqari jami 1000ga yaqin odam qatnashyapti hozirgi jonli efirimizda. Umumiy hammasida. Zoom, Telegram va YouTube'da. Xo'p, aynan nega siz SATLB komandasini tanlashingiz kerak? Tayyorgarlik jarayonida kimdadir savol tug'ilishi mumkin. Bu yerda ko'p tanlov bor. SAT kurslari ko'p. Nimaga aynan men bu kursni tanlashim kerak degan mazmundagi savolga javob beradigan bo'lsam, hozirgi kungacha jamoamiz bilan 15 mingtadan ortiq odamga onlayn dars o'tdik. Bu yerda bepuldagilar ham hisoblangan. Umumiy 15 mingtadan ortiq. Mingdan ortiq bizda ustozlarimiz 50% ustamaga ega chiqishdi. Buni ichida aynan dekabrda 20 ta maksimal natija bo'ldi, ya'ni 800 balldan 800 ball. Bizda 20 ta. Eng quvonarli tomoni, ingliz tili noldan boshlab dekabr oyida bizda 8 ta aynan o'qituvchimiz maksimal 800 ballni olishdi. Ayrimlar qo'rqadi-da, men ingliz tilini bilmayman, qanday qilib 700 ball olishim mumkin? Aynan shunaqa qo'rquvlarni yengish uchun hozir buni alohida aytib ketyapman. Ingliz tili noldan maksimal 800 ball. O'quvchilar ololmayapti-da ingliz tilini bilgan. Lekin bizda sifatli, endi bu yerda nazorat, tizim natijasida 800 balldan 800 ball natija ham olishyapti o'qituvchilarimiz. Endi 12tasi maktab o'quvchilari, umumiy 20 ta maksimal natija bo'ldi bizda. Xo'p, endi kanalimizning o'qituvchisi, ya'ni men faqatgina matematikadan emas, ingliz tilidan ham yuqori natijaga egaman. Jarayonni ancha sizlarga oson qilib beraman. Ingliz tilini noldan oshirish uchun maxsus topshiriqlarimiz bor. Undan tashqari darslarimiz unaqa haftasiga 3 kun yo haftasiga 2 kun emas, haftada har kuni bo'ladi. Imtihongacha eng yuqori natijaga erishishlaringizni ta'minlab beramiz. Ko'proq dars tashkil qilib. Xo'p, bu yerda savollarga yana alohida javob beraman. Hozir kommentda ko'p savollar bo'lyapti. Alohida taqdimotdan keyin yana gaplashamiz. Hech kimning savoli javobsiz qolmaydi. Hammaga xudo xolasa bugun javob beraman. Ya'ni savollar kimdadir o'ylantirib turgan savollar bo'lsa, hammasi ham o'zini savollariga javob oladi. Xo'p, endi haliyam qo'rqayotganlar uchun yana bitta namuna. Ya'ni bizda bir oyda natija olgan Zafarjon ustozimiz haqida qo'shimcha aytmoqchi edim. O'zi ustozimiz bizda noyabr guruhga qo'shilgandi. Noyabr guruhda topshirish kerak edi, ya'ni noyabrda imtihon topshirish kerak edi. Lekin oktyabrga registratsiya qilib qo'ygan ekan. O'zi kursimiz 2 oylik intensiv, ya'ni 2 oy davomida noldan imtihongacha tayyorlaymiz. Registratsiya qilib qo'ygani uchun ustozimiz oktyabrda imtihonga kirdi va bir oyda o'zi xohlagan natijani oldi. Hozir endi ustama olib kelmoqda. Endi to'g'ri bu yerda 700 natija olgan. Kimdir aytishi mumkin 700 natija oldi, unchalik baland emas-ku deb. Agar ustozimiz belgilangan vaqtda, ya'ni noyabrda topshirganida, menimcha 800 ball yoki unga yaqinroq natija olishardi. Endi bir oylik tayyorgarlik. Xo'p, endi sizlarga yana bitta eslatma. Ko'pchilik har xil joylarda har xil kurslarni ko'rgan. Bundan ham arzonroq kurslar bor, bilaman. Raqobat orqasidan endi ko'proq odam qo'shilsin deb arzonroq kurslarni e'lon qilishadi. O'zi bizda ham narximiz unchalik qimmat emas.
oldindan sizlarga aytmoqchiman. Arzoniga o'chaman deb vaqt tomondan ham, pul tomondan ham yutqizmanglar. Misol uchun mana shu yerda ustozimiz o'zi natija olgan, shaxsiy fikrlarini aytyapti-da. Arzon kursga qo'shilib, ham vaqtdan ham pul tomondan ham yutqizgan. Ya'ni bu yerda imtihonga bir marta kirib chiqqan, imtihonga kirish narxi arzon emas, vaqt qancha ketgan, bu yerda odamni asabi ketadi. Har tomonlama endi ustozimiz o'zini endi tushkunlikda bo'lganlar biz natija olib endi o'zini shaxsiy fikrini aytyapti. Qolganlarga ham bu namuna bo'la oladi deb o'ylayman. Bir marta o'qish kerak imtihonga va o'zingiz xohlagan maksimal natijani olish kerak. Ya'ni bir marta tayyorgarlik. Men bir marta imtihonga tayyorlayman. Shunga yarasha sifatli tayyorgarlik jarayoni bo'ladi. Hozir YouTube'da ovoz to'g'rilab olaylik. Endi YouTube'da ovoz ishlamayotganlar Telegramga ham qo'shilsa bo'ladi. Hozir Zoom'ga qo'shilamiz deb yana yozib yuboray. Baribir Zoom yaxshiroqdi, chunki bizda pulli obuna bor. Xo'p, mayli, davom etaveramiz. Endi imtihonni afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsam, imtihonni birinchi afzalligi qaysi mavzudan nesha savol tushishini oldindan bizga berib qo'ygan. Ya'ni bu yerda to'rtta asosiy narsalar: algebra, bu yerda geometriya va trigonometriya, advanced maths, problem solving va ma'lumotlar tahlili. Umumiy to'rtta narsadan bizda jami 44 ta savol tushadi. Matematika qismi haqida aytyapman. Ko'rib turganlaringizdek oldindan aytib qo'yyapti. Anchagina bu yordam bo'ladi jarayonda to'g'ri tayyorlanishga. To'g'rimi? Xo'p, mayli, davom etamiz. Endi imtihonni yana bitta afzalligi, imtihonni yilda 8 marta tashkil qilinishi, ya'ni deyarli har oyda imtihonimiz bor. Bundan keyingi imtihonimiz mart oyida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek 14-martda. Undan keyingisi esa may oyida bo'ladi. Hozirgi taqdimotimiz ham mart oyidagilarga, ham may oyidagilarga foydali bo'ladi. Imtihonni 8 marta tashkil qilinishining asosiy foydasi ma'lumotlarimizni, ya'ni imtihonda tushadigan savollarni tez-tez yangilanib turishi. Shunga yarasha siz imtihonga tayyorgarlikni to'g'ri qila olasiz. Bir yilda umumiy 8 marta imtihonimiz tashkil qilinadi. Xo'p, endi imtihon tayyorgarlikdagi ayrim xatolar. Birinchisi faqatgina matematika bilan shug'ullanib testga tayyorlanish. Hozir men bu yerda SAT matematikasini ham topshiradigan bo'lsangiz, xo'p, bu yerdagi asosiy xato faqatgina matematika bilan shug'ullanish. To'g'ri, siz SAT matematika qismiga tayyorlanayotgan bo'lsangiz ham imtihonimiz matematika fanidan bo'ladi, lekin imtihonni siz ingliz tilida topshirasiz. Bu degani o'zimizga kerakli ingliz tilini ham o'rganishimiz kerak. Bu yerda matnli masalalar va boshqa tarjimaga kerak bo'ladigan qism borda, uni ham to'liq o'rganish kerak bo'ladi. Xo'p, Telegramdagilar hammada ovoz yaxshimi? Bizda hozir kuzatyapman. Hammada ovoz yaxshimi? Hech kimda ovozda muammolar yo'qmi? Endi YouTube'da to'g'risi birinchi marta qilayotgandim. Oldin videolar qo'ygandim, lekin hozir ovoz eshitilmayotgan ekan. Mayli. Telegramdan yoki Zoomdan qatnashish imkoniyatiga egasizlar. Xo'p, imtihon tayyorgarlikdagi bu xatolar juda ham ko'pchilikda ko'raman. Yana bittasi bu faqatgina bitta manbadan tayyorlanish. Bizda kursimiz jarayonida ham bitta kitobdan tayyorlanmaymiz. Chunki bitta kitobni o'zida eng hamma kerakli narsalar jamlagan kitob yo'q, ya'ni.
O'zimizda shaxsiy materiallar bor. Qaysi kitobda yaxshi materiallar berilgan bo'lsa, ya'ni imtihon formatiga tushadigan, rostdan ham imtihonda keladigan savollarni umumiy jamlab materiallarimizda tartib bilan joylashtirganmiz. Bunga ancha vaqt ketgan. O'sha sifatli materiallarni yechib, imtihonga yaxshi tayyorgarlikni amalga oshirsalar bo'ladi. Endi ko'pchilik onlayn kurslardagi muammolar, birinchisi bu kursda nazoratning yo'qligi, ya'ni kursda sizda borligingiz ham yo'qligingiz ham sezilmasligi. Siz o'zi darsga kiryapsizmi, savollarni yechyapsizmi, uyga vazifani bajaryapsizmi? Buni hech kim payqamaydi. Ustozda endi faqat bir yoki ikkita a'lochi o'quvchilar bilan ishlashi, bu ham eng katta xato deb bilaman. Ya'ni bu yerda hamma bir xil pul to'lagan, deyarli hamma bilan kamchiliklarni o'rganish kerak. Keyingisi kursdagi materiallarni tartib bilan joylashmaganligi. Ya'ni bu yerda siz endi hammada har xil vaziyat bo'lib qoladi-da, to'g'risi. Ayrimlar endi ayrimlar darslarga to'liq qatnasha olmasligi mumkin. Bir ikkita darsni aytyapman. Agar bir ikkita darsga qatnasha olmagan bo'lsa, biz nima qilamiz? Kursda materiallarni tartib bilan joylashtiramiz. Misol uchun siz 14 va 15 darsga qatnasha olmadingiz. Shunday xaritaga bossangiz, xaritada chiqib turadi 14 darsning videosi, konspekti, vazifasi, 14 darsning tahlili, hammasini chiroyli qilib xarita bilan joylashtirib chiqamiz. Buni ham afzallik joyi bor. Xo'p, endi bizda asosiy afzalliklarimiz deya olaman, ya'ni boshqa kurslardan. Bu birinchisi nazorat. Odam ko'p bo'lishiga qaramasdan, misol uchun hozir mart guruhimizda, hop, matematika qismidan umumiy 500 dan ziyod odam o'qiydi. Ya'ni 500 dan ziyod odam hozir tayyorlanadi pulli guruhimizda. Lekin shuncha odamni ham o'zimizda adminimiz orqali to'liq vaqt ketsa ham nazorat qilyapti. Kimni kamchiligi bor bo'lsa o'rganib, kamchiliklarni hal qilyapti. Endi darslarni qiziqroq qilish uchun har xil kvizlar ham tashkil qilamiz. Bu yerda siz kvizlarni yechib, jarayonni qiziqroq o'rganasiz. Endi ayrimlar majburlikdan o'rganib, o'zida qiziqish topolmaydi-da. Biz jarayonni sizlarga iloji boricha qiziqroq qilib beramiz. Bu yerda har xil kviz testlari bor. Ancha jarayon sizlarga qiziqroq bo'ladi. Xo'p, endi kursimizda yana qo'shimcha afzalliklarini ko'rib chiqamiz hozir. Bu yerda asosiy narsasi ingliz tilini noldan o'rganishingiz uchun maxsus materiallarni borligi. Ya'ni siz ingliz tilingiz nol bo'ladigan bo'lsa ham sanashni ham bilmaysiz, to'g'risi. Bor yo'q deganini ham bilmaysiz. Salomlashishni ham bilmaysiz. Lekin bizda maxsus materiallar qilingan. To'liq imtihon tayyorgarligida noldan o'rganib chiqasiz. Har bir uyga vazifalar uchun alohida tahlil videosini ham yuboramiz. Buni sababi, to'g'ri, ayrim holatlarda ko'raman. Ya'ni oldin menda bo'lgan bitta narsa. Oldin darsi ko'proq chiqmagan qiyinroq savollarni ko'rardik. Keyin birinchi darslarni boshlaganimda shu narsani payqaganman. Ya'ni ayrimlar ozgina uyaladi. Bizda osonroq savollar bo'ladi. Endi kimnidir yodidan ko'tarib qolgan bo'lishi mumkin yoki kamchiligi bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha savolni so'rashga uyalishadi qaysidir ma'noda. Endi mana shu savolni so'rasam, qolganlar nima deb o'ylaydi? Oddiygina savol bo'lsa, undan ko'ra qachondir o'rganib olaman deydida, kamchilik bilan qolib ketishadi. Xo'p, biz qanday afzallikni qilganmiz? Aynan jarayonda har bitta uyasidan tahlil bo'ladi. 40 ta savol bo'lsa, 40 ta savolni tahlil videolari bor. Ularning o'zi hammasi tayyor. O'sha tahlil videolarini ko'rib, ham har bitta masalani yechimini olishingiz mumkin. Undan tashqari, meni o'z uslublarimni o'rganib, tezlikni oshirsangiz ham bo'ladi. Chunki imtihonda tezlik ham muhim faktorda. Hop, endi faoliyatida, ya'ni karyerasida yaxshi o'zgarish qiladigan o'qituvchilarimiz uchun sizlarga kursimizni birinchi qadam qilib beramiz. Ya'ni bu agentlik maktablari yoki hattoki prezident maktablarida keyinchalik ishlasangiz bo'ladi. Chunki ingliz tilini ham qanchadir qismini o'rganasiz. Bilasiz, hozir raqobat kuchli. Xalqaro tilni bilsangiz, anchagina bu yordam bo'ladi sizlarga. Xo'p, davom etamiz. Endi bu yerda katta yangiligimiz tayyorlab qo'ygan. Bu hozircha hozirgi kungacha biz faqatgina SATni matematika qismidan tayyorlayotgan edik. Endi bizda yangilik bo'ldi. Ya'ni o'zimizni SATni ingliz tili qismiga ham tayyorlovchi onlayn kurslarimizni boshlayapmiz.
Hozir bizda kanalimizni ssilkasini yana bir marta sizlarga yuborib qo'yaman. Ho'p, yaqinda ochilgan kanal. Bu yerda eng katta yangiliklar tayyorlayapmiz. Faqatgina bizda yangiliklarimiz matematikadan emas, ingliz tili qismidan ham bo'lyapti. Mana shu kanalga qo'shilib olinglar. Bu yerda foydali ma'lumotlar berib ketamiz. Eng foydali va oxirgi ingliz tili qismiga kerak bo'lgan ma'lumotlar. Undan tashqari yana bitta katta marafonni ham rejalashtiryapmiz. Umumiy holatda foydali bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ingliz tili qismi kerakligi sababi, hozir siz grantga kirmoqchi bo'lsangiz 1200 dan yuqori ball olishingiz kerak, to'g'rimi? Hop, 5 fevraldan yangiliklarimizni ko'rasizlar. Mayli, yana endi siz 1200 dan yuqori natija olishingiz kerak. Buni sababi, O'zbekistondagi davlat universitetlarida grant asosida o'qimoqchisiz. Aynan bizni loyihamiz ham sizlarni 1200 plus natijaga tayyorlaydi. Ya'ni siz 1200 plus natijaga ega chiqishingiz mumkin. Endi bu yerda umumiy 1200 plus emas, 1300 atrofi natijasiga tayyorlaymiz. Bu yerda matematikadan 700 balldan ziyodroq, 750 ball atrofi, ingliz tili qismidan esa taxminiy 600 ball. Endi yuqori natijaga ega chiqmoqchilar uchun yana qo'shimcha topshiriqlar beriladi, ya'ni 1500 dan yuqori natija olaman deganlar uchun ham sharoitlar qilinadi. Endi kursimiz nazorati haqida qo'shimcha ma'lumotlarni beraman. Demak, kursimizni 3 ta qismga bo'lganmiz. Xo'p, bu yerda birinchi va ikkinchi qismda jami 20 tadan umumiy 40 ta mavzu bor. Agarda siz birinchi qismdan ikkinchi qismga o'tmoqchi bo'lsangiz, barcha egasi falan qilishingiz kerak va o'rtacha baho 80% bo'lishi kerak. Bizda alohida maxsus botlarimiz bor. Maxsus botlarimiz ma'lumotlarni saqlab qoladi va hisoblaydi avtomatik ravishda. O'rtacha natijangiz 80% dan baland bo'lishi kerak. Agar undan baland bo'lmasa, ikkinchi qismga o'ta olmaysiz. Xuddi shunaqa praktika qismiga o'tmoqchi bo'lsangiz ham xuddi sizda 80% dan baland bo'lishi kerak. Yuborilgan USBni qayta yuborib bahoni ko'tarib olsangiz bo'ladi. Birinchi natija emas, bu yerda oxirgi natija muhim. Xo'p, endi katta yangiliklarimiz haqida gaplashamiz. Yana bizda yangiliklarimiz bor. Bulardan birinchisi bizdagi texnologiyalar haqida gaplashamiz. Endi jarayonni yaxshilash uchun bizda aqlli botlarimiz bor. Undan tashqari o'zimizning saytimiz bor. Jarayonda sizlarga yordam bo'ladi. Xo'p, uy gaz fanini tekshiradigan aqlli botimizni ko'rsatmoqchiman. Bu yerda mavzular topib olsangiz bo'ladi, natijalarni jo'natsangiz bo'ladi va botimiz sizlarga natijani chiqarib beradi. Foizda va aynan imtihondagi taxminiy natijangiz. SAT tarafdan ham hisoblab beradi. Aytaylik, 700 ballga to'g'ri kelsa, nechta essiz o'sha 700 ball oralig'idami yoki orasida emasmi hisoblab beradi avtomatik ravishda. Bu ham menimcha yordam bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p. Endi so'zlarni yodlash uchun yordam beradigan quiz botimiz. Bizda hozir quiz, endi bu yerda eski ma'lumotimiz bor. Jami 50 ga yaqin quiz testlarimiz bor. Quiz testlarimiz nima? Bu yerda inglizcha so'z yoziladi va o'zbekcha holatda siz tarjima qilishingiz kerak. 3 ta variant bor. Endi buni qiyin tarafi, sizga vaqt beriladi, ya'ni chegaralangan vaqt ichida o'zingizni to'g'ri yechimingizni qoldirishingiz kerak bo'ladi. Buni yaxshi tomoni, tezroq yechim qoldirishingiz kerak bo'lgani uchun tezroq fikrlashga harakat qilasiz, ya'ni anchagina yordam bo'ladi tezlikni oshirishga deb o'ylayman. Xo'p, endi jarayonni ko'rishlaringiz mumkin. Birinchi marta test olyapmiz va bu yerda 27 ta. Endi bu bepul guruhdagi oldingi ma'lumotlar. Xo'p, misol uchun natijaga qarasangiz, birinchi o'rindagi ustozimiz 27 ta yechgan va natijasi 1 minut 43 sekund. Lekin qayta yechgandan keyin ham natijasi 27 dan 30 taga ko'tarildi. Undan keyin esa bizda testni ishlashga ketgan vaqtimiz ham kamaydi. Ya'ni ham vaqt tarafdan ham natija tarafdan ham o'zgarishni o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu yerda bir martada 30 tadan 30 ta yechinglar demoqchi emasman. Qayta-qayta yechsalaringiz, naborot, sizlarga foyda. Ya'ni bitta narsani qayta-qayta yetsalaringiz, eslaringiz yaxshiroq qoladi. Bu menimcha faqatgina foyda deb o'ylayman.
Ho'p, ingliz tilini noldan oshirish uchun tuzilgan materiallarimizdan namuna. Bu yerda endi ko'proq o'qituvchilar uchun, matematika o'qituvchilari bizda oramizda ko'p. Bu yerda so'zlarni berganmiz va yuqoridagi so'zlardan foydalanib siz o'zbekcha holatda, o'zbekcha berilgan, endi inglizcha holatda tarjimasini yozishingiz kerak. Faqatgina bu yerda berilgan so'zlardan foydalaniladi. Tarjima qoidalarini ham to'liq o'rgatamiz. Ya'ni kichkina narsani ichida o'zlaringiz anchagina jarayonni amalga oshirsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchi topshirig'imiz. Bu yerda endi teskarisi, ya'ni inglizcha holatda matnimiz berilgan. Bu matnni o'zbek tiliga tarjima qilishingiz kerak. Va oxirida ifoda ko'rinishi yozishingiz kerak. Bu yerda algebrik ifoda o'shaning uchun. Xo'p, bu yerda yana bitta botimiz praktika testlarini tekshiradigan. Xo'p, mana darslarimiz tartibi haqida juda ham ko'pchilikda savol tug'ilgan ekan. Ko'rgandim o'zim ham. Mana darslarimiz tartibi quyidagicha. Ya'ni bu yerda dars videosi, dars konspekti, darsimiz uyga vazifasi, ikkinchi uyga vazifasi, misol 6-dars misolida ko'ryapmiz, quiz testi va lug'ati. Undan keyin uyga vazifa tahlillari, mana mavzular kesimida uyga vazifani to'liq tahlili, uyga vazifani javoblari, uyga vazifani to'liq tahlili, uyga vazifani javoblari. Anchagina foydali bo'ladi. Keyin guruhga yana oxirgi kunda berilgan topshiriqlar, hop, oxirgi kunda ko'rilgan tahlillar bilan yana sizlarni xabardor qilib turaman. Qaysi savollar ko'rilgan, qanaqa yangiliklar bor, guruhimizga qo'shilsalaringiz xabardor bo'lib turasizlar. Buni ham menimcha foydasi bor. Endi bizda Mart guruhimiz haqida qo'shimcha ma'lumotlarni beraman. Mart praktika guruhimiz hozirda imtihonga kam qolgani uchun haftada 7 marta va kuniga 2 marta. Bu degani bir haftada 14 ta jonli dars. Endi dam olish kunlarida o'zimning imkoniyatimdan kelib chiqib o'tgan dekabr guruhimizda dam olish kunlari hattoki 3 marta ham dars o'tganmiz. Endi faqat bizga natija kerak. Aytganimdek, bu yerda ko'p odam o'qiydi. Lekin darslarni ko'proq tashkil qilib, eng yaxshi natijaga tayyorlayman. Bir haftada 14 ta jonli dars. Darsimizni videosi, uyga vazifasi, uyga vazifa tahlili, yangi lug'atlarimiz va dars davomida yozilgan konspektni alohida kanalga joylab boramiz. Darslarimiz materiallari mavzu kesimida tartib bilan joylashtiriladi. Aytganimdek, xarita har bir odamni alohida jildga saqlaymiz va adminimiz ularga birinchi yozadi. Ya'ni bu yerda ko'pchilik yozadi-yu bizga. Hop, ya'ni kurs so'rab yozishadi. Birinchi marta albatta o'zimizda pulli guruhimizni sotib olganlar bilan kamchiliklarini o'rganamiz. Xo'p, endi mayli, narxiga o'tishdan oldin kursimizda o'qigan ustozlarimiz jonli efirda bo'lsa, oldimizda o'qiganlar o'zini shaxsiy fikrlarini qoldirsin. Mana hozir post yubordim. Hamma o'zini shaxsiy fikrlarini qoldirsin. Jarayonda endi ko'pincha bizda mart guruhimizdagilar bor deb o'ylayman. Endi qolganlar natija olib bo'lishgan. Yana oramizda bo'lsa, o'zlaringizni fikrlaringizni qoldiringlar. Jarayon foydali bo'lyaptimi? O'zgarish sezyapsizlarmi o'zlaringizda? Endi aytganimdek, hozir bizda mart guruhimizda 500 ta ustozimiz bor, 500 tadan ziyod. Lekin har biri bilan vaqt ajratib, har bir odam kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Mana endi yana fikrlarni o'zlaringiz izohdan o'qishlaringiz mumkin. Hozir ustozlarimiz fikrlarini yozishyapti. Endi oramizda borlarda, hozir bu yerda bugun guruhda dars yo'q edi, chunki praktika guruhimiz boshlanyapti. To'liq mavzularni tugatganmiz. O'shaning uchun ham. Xo'p, endi hammaga qiziq bo'lgan ayrim savollarga javob beraman. Demak, darslar davomida ingliz tilining kerakli qismini to'liq o'rgatamiz. Registratsiya va vazirlikka natijani yuborishni ham o'zimiz hal qilib beramiz. Ya'ni bu tarafdan muammo bo'lmaydi. Ayrimlar registratsiya qila olmayman, imtihonda qanday kiraman? Xo'p, ko'p narsani bilmayman. Har xil savollar borda, odam qo'rqadi. Ha, biz sizlarga hamma narsani hal qilib beramiz. Faqat jarayonni o'qishlaringiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi may kursimiz haqida ham ma'lumotlar bermoqchiman. Qaranglar, hozir bizda may kursimiz endi boshlanadi. Ya'ni ingliz tili noldan boshlaymiz bu guruhni. Hozircha haftasiga 7 marta, ya'ni 14 martgacha va martdagi imtihonimiz to'liq tugagandan keyin
Darslarimiz xuddi mart guruhiga o'xshab 2 marta bo'ladi. Hozircha haftasiga har kuni 7 marta bo'lyapti. Mana vaqtlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Mart guruhimizni bizda vaqti 19:30 va 05. Endi bu yerda 30 bo'lib ketdi. 05:20 hozirgi yangi holati. 05:20 va 19:30 ikki mahal bo'ladi. May kursimiz esa hozircha 21:00. Keyinchalik mart guruhdan keyin yana vaqti o'zgarishi mumkin. Yoki shu vaqtda qoladi. Endi bu yog'i hammani sharoitini o'rganib, shunga yarasha fikr chiqaramiz. Endi qaror chiqaramiz. Mana yana bitta bizda yangi ma'lumotimiz. Hozircha buni hech kimga aytmagan edik. Xo'p, bizdagi yangiligimiz imtihon muhitini yaratib beruvchi maxsus saytimiz. Buni ham sizlarga taqdim qilamiz. Ya'ni yangi guruhga qo'shilganlar buni tekshirib ko'rishlari mumkin. Bu yerda savollarni imtihon muhitida eshitsangiz bo'ladi. To'g'ri, Bluebook bor. Bluebook imtihonni o'zini rasmiy praktika aynan qurilmasi, lekin qo'shimcha tarzda yana bizda sifatli testlarimiz bor. Ularni ham saytimizda yechib borsalaringiz bo'ladi. Menimcha bu ham anchagina foyda deb o'ylayman. Xo'p, yaxshi. Endi bizda Mart guruhimizni narxlari bilan tanishtiraman. Bu Mart guruhi, May guruhi emas. May guruhini qo'shilishni oz tartibini sizlarga tushuntiraman. Mana bizda Mart guruhida, ya'ni mart oyida imtihon topshiraman deganlar uchun hozirgacha o'tilgan darslarni videosini ham yuboraman. Ya'ni video darsdagi kanalga ham qo'shib qo'yaman. Bu yerda mavzular kesimi. Undan tashqari praktika guruhga qo'shilasiz. Bir martalik umumiy to'lov 407 ming so'm imtihongacha. Endi bizda yubiley chegirmasi bo'lyapti. Xo'p, hozirda bilasizlar, kanalimiz 2 yoshda. O'shaning uchun ham yubiley chegirmasini qilganmiz. Xo'p, yana bir marta qaytaraman. Bu faqat mart oyi uchun matematika qismiga to'lov. Jonli efirdagilarga to'lovimiz, ya'ni chegirmamiz amal qiladi. Mart oyida topshiraman deganlar uchun bir martalik to'lov. Oldingi ko'rilgan darslarimiz hozircha 50 ga yaqin dars bo'lgan. 50 ga yaqin dars va uning tahlillarini ham olishlaringiz mumkin. Faqatgina bu yerda 1,5 oy uchun emas, undan oldingi jarayon uchun ham sizlarga dastur beramiz. Hop, bu mart guruhimiz uchun jonli efir tugagancha sizlarda imkoniyat bor. Mana kanalga yana yuborib qo'ydim kartani. Kartani kanaldan ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni o'zimizni katta kanalimizga yuborib qo'ydim. Mana o'zi to'lovni amalga oshirganlar bor oramizda. Endi lichkada to'liq javob berib chiqamiz. Hozircha to'lov o'qiganlarimiz ham bor ekan. Mart oyida bizda reading va writing qismi, ya'ni ingliz tili qismiga tayyorlov guruhimiz yo'q. May oyiga bor. Hozircha mart oyiga yo'q. Bu faqat mart oyida matematika qismi uchun tayyorgarlik kursi. Matematika qismi uchun yana bir marta qaytarib o'taman. Bu yerda muammolar yuzaga kelmasligi uchun. Xo'p, may oyi uchun hozir yangilikni aytmoqchiman. 407 bir oyga emas, 1,5 oyga imtihonimiz 14-martda bo'ladi, ya'ni 1,5 oylik dars. Undan tashqari, hop, hozirgacha o'tilgan mavzular uchun ham sizlarga dasturni yoqib beramiz. Xo'p, mayli, yana qo'shimcha ma'lumotlarni aytib ketay. Bizda may guruhimiz, e'tibor qilinglar, may guruhimiz hozircha fevralda o'sha bizda darslarimiz fevralda 5-sidan boshlanadi va aynan 30 kun davomida bepul guruhni tashkil qilganmiz. May guruhida qo'shilganlar biladi. Faqatgina bu bepul guruhga qo'shilish sharti bor. O'sha shartni amalga oshirishingiz kerak. Aytganimdek, hozircha bizda may oyi uchun
hech qanaqa pulli guruh yo'q. May oyi uchun yo'q. Hozircha bizda bepul guruhimiz bor. O'sha bepul guruhda bir oyga yaqin ta'lim olib, undan keyin o'zimizda davom ettirsangiz bo'ladi. Bepul guruhning yaxshi tomoni, bepul guruhimizda qo'shimcha aynan yutuqlar qo'yganmiz. Faol talabalarni rag'batlantirish maqsadida aynan 3 nafar odamning imtihon xarajatlarini to'liq qoplab beramiz. Undan tashqari bizda 7 nafar odamni bepul guruhimizga qo'shamiz. Faol bo'lgan odamlar. Hozir bepul guruhimizda darslar boshlanadi. O'shaning uchun ham shartlarni bajaringlar. Iloji boricha tezlik bilan. Mana bot orqali qo'shilsalaringiz bo'ladi. Yana ertaga xabar beraman. Hali ham bot orqali qo'shila olmayotganlar uchun yana erkinlik qilmoqchiman. Kimdir qo'shila olmagan bo'lsa, ertaga yana xabar beramiz. May oyiga hech qanaqa pulli guruhimiz yo'q. May oyiga pulli guruhni ochamiz 1 oydan keyin. Va eng yaxshi sharoitni o'zimiz qilib beramiz. Unaqa boya aytganimdek boshqa guruhga qo'shilib arzon deb o'sha narsasiga uchib ertaga ham pul tomondan ham vaqt tomondan kuyib qolmanglar, ya'ni yutqizib qo'ymanglar. Eng yaxshi sharoitni o'zimiz qilib beramiz. Mayga topshiradiganlarga aytganimdek hozircha pulli guruhimiz yo'q. Bepul guruhimiz bor. Pulli guruhimiz 1 oylik bepul kursdan keyin ochiladi. Bepul kursda faol qatnashganingizda yaxshi tomoni, agar to'liq faol qatnashadigan bo'lsangiz aytganimizdek rag'batlantiramiz. Undan tashqari mana shu bepul guruh davom bo'ladi. May guruh keyin pulli guruh ochsak ham shuni davom bo'ladi. Davomidan qo'shilib ketasiz. Keyin noldan guruhimiz ham bor. Noldan guruhimiz ko'proq keyingi imtihonlarga bo'ladi. May guruhida topshiraman desangiz, hozirdan tayyorgarlikni boshlayveringlar. Noldan. Xo'p, Bluebook akkaunt ham ochib beramiz. Registratsiya jarayonida adminimiz qilib beradi. Alohida registratsiya uchun ham adminimiz bor. Matematikani 9 sinfgacha eng kamida bilishlaringiz kerak. Matematikani ham to'liq o'rgatamiz. Endi eng kamida 9 sinfgacha bo'lgan bilim tavsiya qilinadi. Lekin hop yangi bizda attestatsiya imtihoni orqali 70% ustama ham tatbiq qilindi va aynan kuzda bo'lib o'tgan attestatsiya imtihonida oldin menda matematikadan, ya'ni SAT matematikadan natija olib ustama oladiganlar orasidan ham 20 ga yaqin ustozimiz 70% ustama oldi. Endi men attestatsiyaga tayyorlamayman. Xo'p, lekin mana shu SATdagi matematika ham yordam berdi bu jarayonda. Ya'ni bu yutuqda. Uni ham alohida o'rni bor. Xo'p, mayli. Bo'lmasam hozir savollarga o'tamiz. Savollar qoldirishlaringiz mumkin. Hozir savollar uchun alohida bitta post yuboraman. O'sha postning tagida o'zlaringiz qiziqtirgan savollarni aytsalaringiz bo'ladi. Mana savollar uchun alohida post yubordim. Qanaqa savol bo'lsa qoldirishlaringiz mumkin mana shu postning tagida. Endi ko'p ma'lumotlar berildi. Yana umumiy qisqacha aytadigan bo'lsam, hozir bizda mart uchun praktika guruhimiz bor. Oldingi darslar va 1,5 oylik guruhni narxini ko'rib turishlaringiz mumkin. Xo'p, may oyi uchun bizda pulli guruh yo'q. Ingliz tili qismiga alohida darslarimiz yo'qda e'lon qilinadi. Ingliz tili kanaliga qo'shilib olinglar. Yana bu haqida yozaman. Matematika qismi uchun hozircha bizda mart oyi uchun pulli guruhimiz bor. May oyi uchun mana shu oyda oxiridan boshlab qabulni ochamiz. Ya'ni bepul guruh tugashiga qarab. Bepul guruhda aytganimdek faol ishtirok etganlarga alohida yutuqlarimiz ham bor. Mayli, savollarga javob berib ketaman. Ingliz tili qismi kerak mart uchun. Ingliz tili qismi hozir bizda yo'q. Mart oyi uchun ulgurmaymiz to'g'risi. Chunki darsimizni jarayoni 1,5 oyda ulgurmaymiz. Faqat matematika kursimiz bor. May oyidan boshlab ingliz tili qismidan ham tayyorgarlikni biz orqali davom ettirsangiz bo'ladi. Darslar qachondan boshlanadi? Mart oyi uchun darslarimiz bo'lyapti. Aynan bugun darsimiz yo'q. Endi ertaga kunduzi bilan hammani qo'shib 5 fevraldan darslarni boshlaymiz. Ya'ni 5 fevral kechqurun birinchi darsimiz bo'ladi praktika guruhda. Oldingi o'tilgan darslarni ham alohida kanalga qo'shaman. O'sha kanaldan topib
ko'rib kamchiliklarni tuzatib olsalaringiz bo'ladi. Bepul guruhimizga qanday qo'shilsangiz bo'ladi? Bepul guruhimizga hozircha bot orqali shartlari bor. Yana ertaga, hali ham qo'shila olmayotganlar uchun ertaga yengillik e'lon qilaman. Ya'ni bot orqali emas, boshqacha qo'shilish yo'lini ham aytaman. Ya'ni bu yerda kanallarga reklamani yuborish orqali qo'shilsalaringiz ham bo'ladi. Yoki botdagi 1 ball bo'lsa ham adminimizga yozsalaringiz qo'shib qo'yadi. Ko'pchilik 3 ball to'play olmayapti, o'shaning uchun ham. Ingliz tili qachon? Ingliz tili 5 fevraldan boshlanadi. Bepul guruhga botimiz orqali yoki aytganimdek ertaga yana yengillik e'lon qilaman. Ertaga qo'shib olsalaringiz bo'ladi. Hech kim qolib ketmasligi kerak. Endi shunaqa. May oyi uchun bepul darslarimiz ham 5 fevraldan boshlanadi. Ingliz tilini umuman bilmasa ham may oyi uchun ingliz tili qismini ham o'qisa bo'ladi. Ingliz tilini eng kamida B1 yoki B1 darajada bilishingiz kerak. Undan past darajani to'g'risi eplay olmaymiz. Eng kamida B1. Shunda siz imtihonga 550-600 atrofidagi natijaga tayyorlab beramiz 3 oyda. Agar sizdagi natija C1 bo'ladigan bo'lsa, 700 dan yuqori natijaga tayyorlaymiz. Endi sizdagi natijaga ham bog'liq. Qanaqa natijaga erishishlaringiz. Agar sizni planingiz O'zbekistondagi davlat universitetlariga kirish bo'lsa, o'sha 1200 dan yuqori 1300 atrofidagi natijani sizlarga qilib beramiz. Ingliz tili qismiga ham katta loyihamiz bo'lyapti. Endi u haqida aytib o'taman o'zimizning kanalda, ya'ni ingliz tili qismidagi kanalda. Hop, bot orqali qo'shila olmayotganlar uchun may oyi guruhimizga aytganimdek ertaga yengillik e'lon qilaman. Qo'shilib olsalaringiz bo'ladi. Hech kim qolib ketmaydi. Yana kanalda yozaman. Kanalda xabarlar bo'lib turinglar. Hop, 70% ustama va 50% ustamaga alohida to'lanadi. Ikkalasi bir-biri bilan kesishib qolmaydi. Ikkalasiga ham alohida pul to'lanadi. Bir B2 sertifikatingiz bo'lsa ingliz tili qismidan may oyida 1200 dan yuqori natija olasiz. Hop, martda pulli guruhda bolalar to'lov qilish shart emas. O'zi bir martalik to'lovni amalga oshirib bo'lgansizlar. Hop, praktika guruhida ham o'qiyverasizlar. Ingliz tilidan faqat test bo'lmaydi, birinchi mavzularni o'rgatib chiqamiz. Undan keyin test qismi ham bor. Endi materiallarimizni ham tartib bilan joylashtirganmiz. Xudo xolasa eng sifatli jarayonni sizlarga qilib beramiz. Bluebook akkaunt ochib beramiz, adminimiz qilib beradi. Bu tarafdan muammo yo'q. Ya'ni imtihonni hop, mana shunaqa registratsiya qilish, akkaunt ochish, bu taraflarni o'ylamasalaringiz ham bo'ladi. Adminimiz yordam beradi pulli guruhimizga qo'shilganlar uchun. Xo'p, maktab o'quvchilari ham qatnasha oladimi? Albatta, maktab o'quvchisi bo'lsangiz ham qatnashsangiz bo'ladi. Ertaga universitetga grantga kiraman desangiz, foyda bo'ladi SAT imtihoni. Hozir juda ham obro'si borgan sari oshib boryapti. SATdan 1600 ball olsa, Amerika yoki Angliyada qanday universitetlarga grant yutsa bo'ladi? Xo'p, endi to'g'risi men ham Amerika universitetlariga ko'p topshirib ko'rganman. Umumiy xulosani aytadigan bo'lsam, SAT balldan tashqari ham, ya'ni 1500 dan yuqori ball sizga ustunlik beradi. Undan tashqari ham sizni qo'shimcha o'zizda proyektlaringizda, loyihalaringizni amalga oshirishingiz kerak. Undan tashqari qo'shimcha testlar, misol uchun A-level sertifikatini olishingiz mumkin yoki AP sertifikatini olishingiz mumkin. Xo'p, men abituriyentman. Ingliz tilidan may oyiga topshirsam ulguramanmi? Ha, 3 oylik dasturimiz doirasida siz ulgurasiz. Hop, imtihonga o'zizni noutbukingiz bilan borsangiz bo'ladi. Hamma test sentrlarida ham noutbuk bermaydi. Tanishingizdan so'rab tursangiz bo'ladi, misol uchun bir kunga. Bir kunga berib tur desangiz, menimcha hech kim yo'q demasa kerak. Hop, angliskiy tarafdan mart oyiga hozircha kursimiz yo'q. Mart oyida emas, may oyida topshirganlaringiz ma'qul deb o'ylayman, shoshilmasdan. Iqtisodga o'tadimi? Iqtisod davlat universiteti va aynan qaroriga ko'ra sohangizdan matematika va ingliz tiliga to'g'ri kelsa o'tadi. Endi sohada matematikaga aloqador bo'lish kerak. Hop, hozir men mart guruhiga qo'shilsam ulgura olamanmi? Ingliz tilida 0. Hop, endi qarang. Bizda 23 kunda natija olgan ustozimiz ham bordi. Oxirgi dekabrda 23 kunda natija olishdi. Mana hozir sizlarga alohida postini yuboraman. Ingliz tili 0 dan. Endi qanaqa o'qishingizga bog'liq. U ustozimiz
kuni bo'yi o'qigan, o'shani orqasidan natija oldi 23 kun ichida ham. 730 ball olishgandi dekabr oyida. Ho'p, to'g'risi agar o'rtacha vaqt ajrata olsangiz, shoshilmasdan may oyida topshirishni tavsiya qilaman. Imtihon topshirish narxi arzon emas. Imtihon topshirish narxi $111. Arzon emas. Shuning uchun ham shoshilmasdan may oyida tayyorgarlikni yaxshilab topshirganingiz ma'qulroq. May oyi uchun narxi qancha atrofida bo'ladi? Unchalik qimmat bo'lmaydi. Iloji boricha hammaga hamyonbop qilib beramiz. Ham sifatli, ham hamyonbop kursga qo'shilish imkoniyatiga egasizlar. Boshqa kursga qo'shilib ertaga, misol uchun bizda juda ham ko'p bo'ladigan muammo qanaqa? Boshqa kursga qo'shiladi. Undan keyin u kurs yoqmaydi. Bepul guruhimizda o'qiganlar aytyapmanda. Undan keyin mendan chegirma so'rashadi. Misol uchun kursimiz narxi 500 ming so'm. 300 ming so'mga qo'shiling. Narigi ustozga yana 500 ming to'lab o'qiganman. Hozir shunaqa bo'lib qoldi vaziyat. Yordam qiling degan ma'nodagi savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun oldin aytib qo'yapman sizlarga. Shoshilmasdan o'zlari jarayonni ko'rib turibsizlar. Qancha odam biz orqali yaxshi natijaga erishyapti. O'zi haftasiga 14 marta dars degani natija olmasligingiz deyarli iloji yo'q. Ya'ni bitta savol turini ham deyarli 10-15 marta ko'rasizda, ya'ni qaytarilib ketadi, o'zi yodib ketadi savol turlari. Undan tashqari o'zimda 5 sekundda yechiladigan uslublarni o'rgataman. Imtihonga tayyor bo'lasizlar har tomondan. Shoshilib qo'ymanglar. Shunaqa ustozlarimizga o'xshab. Endi ustozlarimiz boshqa kursga qo'shilib, shoshilib, oxiri bizga yana chegirma asosida qo'shilmoqchi bo'lishadi. Shuni aytib qo'yapman oldindan. Bunaqa xato qilmanglar. Xo'p, mana yangi yangilar ko'ryapman. Xo'p, matematikam yomon, lekin ingliz tilini bilaman. AP olaman, lekin yoki martda yoki mayda 1500 plyus olmoqchiman. Martda aniq ololmaysiz 1500 plyus, matematikangiz yomon bo'lsa. Ingliz tili ham yaxshi bo'lgani bilan har bitta imtihonni o'zini jarayoni boshqacha bo'ladi. Ya'ni IELTSdan 8,5 ball olgan odam ham mana shu imtihonni ingliz tilini yechsa, misol IELTSdan 8,5 ball oldi degani ingliz tilini sezilarli darajada biladi degani, to'g'rimi? Agar mana shu imtihonni yechadigan bo'lsa, baribir ham yaxshi natija ololmaydi bittada. Chunki bu imtihonni o'zi alohida boshqa narsa. Bu imtihonga alohida tayyorlanish kerak. Xo'p, mayli, yana qo'shimcha savollarni o'qib ketyapman. Ustoz, men SAT'ni matematika qismini tugatdim, lekin MOOClarim 520-600 ball chiqyapti. Ingliz tili darajam pre-IELTS. May oyida 1500 natija ola olamanmi? Hop, ingliz tili darajasi agar C1 bo'ladigan bo'lsa, pre-IELTS menimcha C1 ga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni IELTSdan kamida 7 ball, 1500 plyus natijaga tayyorlay olamiz. Agar kamida B1 bo'ladigan bo'lsa, aytganimdek 550-600 natijaga tayyorlaymiz ingliz tili qismini o'zidan. Matematika qismidan to'liq 800 ballga o'zim tayyorlayman. Bu tarafdan muammo bo'lmaydi, ya'ni ikkala tarafdan ham tayyorlaymiz sizlarni. Matematika qismi endi 8 ball bo'ladi demoqchimanda, chunki har kuni 2 mahal dars, haftasiga 7 marta, menimcha 8 ball olmaslik deyarli iloji yo'q. Shuning uchun ham 20 ta odam bizda 8 ball olishdi dekabrning o'zida. Endi mart oyida bu natijani, ya'ni rekordni yangilamoqchimiz. Agarda matematika fani asosiy fan bo'lmasa, o'tmaydi, lekin matematika fani asosiy fan bo'lishi kerak edi baribir sohangizda. Endi hozirgi zamonaviy sohalarda hammasi matematika asosiy fan deb o'ylayman. Hop, endi alohida ingliz tilini bilsangiz, yana praktika guruhda olsangiz bo'ladi natijani. Agar hozirgi mana bu 407 ming so'mlik kursga qo'shilsangiz, martda imtihon topshirasiz, aytganimdek. Hop, martda topshiraman, IDCni tugatyapman, topshirsam mezdan 600 ola olamanmi? Hop, bilmadim. Endi mezdan 600 natija menimcha yetmaydi. Agar IDC bu menimcha attestatsiyaning kitobi edi. Unda lekin savollar qiyinroq. Menimcha ingliz tili darajangiz bo'lsa, ingliz tili 0 bo'lmasa, bemalol 600 emas, 750 dan ziyod natija ola olasiz. Jarayonni o'zimiz tayyorlab beramiz. Oldin 550 olganman, martgacha 8 ga ko'tara olamanmi? Xo'p, endi 550 dan 8, aytganimdek 0 dan 730 natija olgan odam ham bor. Bu yog'i qancha vaqt tayyorlanishingizga bog'liq. Eng yaxshi sharoitni o'zimiz qilib beramiz. Faqat siz tarafdan ham harakat bo'lishi kerak. Faqat bitta tarafdan emas, ikkita tarafdan ham birlashib harakat bo'lishi kerak.
Hop, SAT necha olsa DTMga ball beradi? 1200 dan yuqori. Endi 1200 dan yuqori natijaga emas, 1300 natijaga sizlar tayyorlaymiz. O'qituvchilar 50% ustama olish uchun eng kamida 700 ball. Ball ko'tarilmadi, 700 ballda o'zi bo'lib turibdi. Har xil fake ma'lumotlar bor, ya'ni 750 ball bo'ldi degan. Bu ma'lumotlarimiz hozircha hammasi fake. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. 700 ball bilan ustama olsangiz bo'ladi. Ustoz, assalomu alaykum. Men uncha yaxshi emas. English B2 bor. Har qanday narsaga tayyorman. Ha, endi tayyorgarlikda yaxshi tayyorlansangiz bemalol grantga tayyorlana olasiz. Bu hozirgi ma'lumot berilgan statistikalar bilan. Men darajam C+, English B2, martga registratsiya qilganman. Mart guruhida ikkisi ham o'tiladimi? Xo'p, menimcha C1 demoqchisiz ingliz tili qismidan, lekin mart guruhida hozir ingliz tili kursimiz yo'q, faqat matematika kursimiz bor. May oyidan boshlab ikkala tarafdan ham o'zimiz tayyorlaymiz sizlarni. Ya'ni sifatli kursni matematikadan ingliz tiliga ham tatbiq qilamiz. Qarasam bozorda kurslar ko'p, kam o'tadi. Hop, undan tashqari materiallar yaxshi qilinmagan. To'g'risi o'zimiz tarafdan o'qiganlaringiz ma'qulroq. Chunki menda ko'pchilik matematika tarafdan yaxshi natija olyaptida. Ingliz tilidan boshqa ustozga tayyorlanib yaxshi natija ololmayapti. Shunaqa kurs topib bering deb turib so'raganlar juda ham ko'p. Eng kam 700 olish uchun 44 ta savoldan nechta yechish kerak? Bu har doim o'zgarib turadi. Taxminan 8 tagacha xatogacha, ya'ni 36 ta savolda yechsangiz chiqadi. Endi diplomatiyani sohasiga qaraydi. Diplomatiyada ham endi matematikaga aloqador soha bo'lsa, grant taqdim qiladi qaroriga ko'ra. May oyi darslari hozir aytganimdek bepul. Hop, mart guruhimiz uchun hozircha pullik qabulimizni ochgandik. Mana hozir yana bir marta yuborib qo'yaman. Mart guruhimizga chegirma. Hop, to'liq o'qiganlar ko'p. Hozir hammasiga yozib chiqaman. Aytganimdek, faqat bu jonli efir tugagancha undan keyin narxi oshadi. O'shaning uchun ham iloji boricha qo'shilishga harakat qilinglar. Bu yerda yengillik bor. Hozir 100 ming so'm to'lab turib, qolganini 6 fevralgacha to'lasangiz bo'ladi, ya'ni darslar boshlangancha. Kimdadir endi данный moment chiqmasligi mumkin-da, shuncha pul. Eng kamida 100 ming so'm to'lab turib, yana joyida band qilsalaringiz bo'ladi. Aytganimdek, hozirgacha o'tilgan mavzular va undan keyingi mavzular uchun sizlarga dastur beramiz. Xo'p, ustoz, matematika kursida matematik savollarning tarjimasi o'rgatiladimi? Ha, matematik savollarni ham tarjimasini o'rgatib ketamiz. Xo'p, agar sohangiz math bilan English bo'lsa, qaroriga ko'ra grantga kirasiz. Diplomatiyada menimcha ekonomika sohasida siz aytgan ma'lumotlarga to'g'ri keladi. Ustoz, ingliz tili darajam umumiy B2, reading bo'limi C1, qolganlari pastroq, matematika, algebra va geometriya bo'limini to'liq tugatganman. Maygacha maksimal harakat qilib necha ball ola olaman? Xo'p, endi maygacha agar ingliz tili daraja C1 ga yaqinroq bo'lsa, 1500 dan yuqori natija olsangiz ham bo'ladi. Endi bu, yana bir marta aytaman, o'zizdagi harakatga ham bog'liq. Bizda darslarimiz juda ham ko'p tashkil qilinadi, shunga yarasha nazorat ham bo'ladi. Faqat siz ham to'liq yotib, endi yotib emas, to'liq harakat qilaman desangiz shu narsaga o'zingiz xohlagan natijaga erishasiz, xudo xohlasa. Jami summa qancha? Hozir mart guruhi uchun 409 ming so'm. 407 ming so'm, uzr. Oktyabr oyiga hozir guruhlarimiz yo'q. Oktyabr oyiga ham endi guruhlarni ochamiz. Aprelda boshlanadigan guruh, aprelda ham kurs ochamiz. Endi vaqt kelgandan keyin, deyarli har oyda yangi kurslarni ochib turamiz. Aprelda ham endi ochamiz. Hozircha shu mart va may bor. Mayimiz aytganimdek bepul. Mayda ingliz tiliga tayyorlanmoqchi bo'lganlar uchun alohida yangi loyihamiz bor. Yana adminga yozib qo'ysalaringiz, sizlarni alohida jildda saqlaymiz. Natijamiz 13 kunda chiqadi. Ya'ni natija imtihon topshirgandan keyin 13 kundan keyin chiqadi. May oyi uchun ingliz tili qachon ochiladi? 5 fevraldan aytganimdek, yangiliklarni berib boramiz. Hop, bu yerda yana bitta katta loyihani rejalashtiryapmiz. Hop, hozircha bot orqali qo'shila olmaganlar uchun yana bir marta aytaman. Ertaga kattaroq yengillik qilaman, ya'ni hech kimni bu manfaatli loyihamiz, endi bemalol ayta olaman, hammaga foydasi tegan loyihamiz.
qolib ketmasligi uchun yengillik e'lon qilaman. Jarayonda osonroq qo'shilib olsangiz bo'ladi guruhimizga. Xo'p, yaxshi. Yana savollar bo'lsa ko'ryapman. Endi deyarli bir xil mazmundagi savol. Ingliz tili darajam shunaqa. Aytganimdek, matematikadan 9 sinfgacha bilishingiz kerak. Endi ingliz tiliga qismga tayyorlanaman desangiz, B1 bo'lishi kerak. Matematika C+, ingliz tili B1, may oyida 1200 plyus olsam bo'ladi. Ha, may oyida 1200 plyus natijaga sizni tayyorlaymiz. SAT ingliz may kursimiz bepul emas, faqat hozir bitta loyiha qilyapmiz. O'shanda yana xabardor bo'lsalaringiz bo'ladi. Ingliz tili kursini ham narxini endi e'lon qilamiz. Hozircha o'zimiz katta loyihamiz bor. Bu yerda bepul marafon bo'ladi, lekin bir oylik emas, bir haftaga yaqinroq. Undan keyin yana tayyorgarlik davom ettirsalaringiz bo'ladi. Oktyabrga topshirmoqchi bo'lsak to'lov qanday bo'ladi? Oktyabrga hali bor. Oktyabrga hozirdan tayyorlamaymiz to'g'risi. Bizning guruhlarimiz ko'proq joyida o'qiydiganlar uchun, ya'ni bir marta tezkor tayyorgarlik. Shunga yarasha sifatida dars o'tamiz. Hozircha mart va may oyi uchun tayyorgarlik guruhlarimiz bor. Hop, matematika fanidan topshirmoqchi bo'lsangiz, ingliz tili 0 bo'ladigan bo'lsa, may oyida natijaga erishishingiz mumkin. Hop. Endi bu yerda ko'pchilik deyarli savoli bir xil ekan. Matematikadan hozir 510 ball, martga harakat qilsam 700 plyus mumkinmi? Endi ingliz tili darajasiga ham bog'liq. Aytganimdek 23 kun ichida ingliz tili absolyutniy 0. Ya'ni umuman 0 natijani 730 ball ham olishyapti. Ingliz tili B1, matematikadan IDC kitoblaridan tayyorlanyapman. Oktyabr oyida topshirsam 1500 plyus ola olaman. Hali oktyabrga ancha vaqt bor, bemalol olsangiz bo'ladi. Hop, mayga topshirmoqchiman. 2 oyda 1220 dan yuqori natija olamanmi? Ingliz tilim yaxshi, matematikam ozgina yomon. Shunga o'ta olamanmi? Hali may oyiga 3 oy bor, 2 oy emas. 3 oylik tayyorgarlikda matematikani aytganimdek 800 ball, bo'lmasa eng kamida 750 ball plyus olasiz. Ingliz tili qismida ham aytganimdek 550 ball kamida. Общий 1300 dan oshyapti, 1200 emas. Ustoz mez va ingliz qismlaridan o'rtacha bilaman. Tayyorlanib martga kirib chiqsam bo'ladimi yoki mayga topshiraymi? Xo'p, agarda sizga faqat matematika qismi kerak bo'ladigan bo'lsa, menimcha ulgurasiz. Xo'p, Yangi O'zbekiston Universitetida yangi qaroriga ko'ra 780 ball grant beradigan, bizda o'tish balli 780 ball. Qaysi kitob bilan tayyorlanish kerak? Endi bitta kitobni tavsiya qila olmayman. Xo'p, Erika Menzova kitoblari bor. Baribir ham qaysidir odamdan o'rganganingiz ma'qulroq. Chunki bitta kitobda to'liq o'rgatilmagan. 407 ming so'm may oyi uchun emas. Xo'p, bizda mart guruhi uchun, may oyi uchun endi narxni e'lon qilamiz. Hozircha bepul tayyorgarlik boshlanyapti. Eng kami 700 olish uchun nechta yechish kerak? Aytganimdek 8 tagacha hatto taxminan. Ekranimiz qotib qolmagan. Hop, bizda mana oxiriga yetilgan. Shuning uchun shunaqa bo'lib turibdi. Mayniki qachon boshlanadi? Aytganimdek matematika guruhimiz 5 fevraldan, ingliz tili guruhimiz ham endi boshlanadi. Testda ingliz tili ko'proq grammatika, undan tashqari reading qismi bor. Anchagina boshqacha narsa. O'zimiz to'liq o'rgatamiz jarayonda. Adminimiz lichkasi SAT admin, oxirgi postda ham yozganmiz menimcha. O'zimizni shaxsiy adminimiz. Mendagi bor profil. Xo'p, yaxshi. Nima ham deya olamiz. Menimcha hamma savollarga javob bera oldim qisman. Xo'p, yangiliklarimiz shu. Aytganimdek, qo'shilib olinglar, mart oyida natija olaman desalaringiz, bu yerda Yangi O'zbekiston Universitetiga topshiraman deganlar yoki o'qituvchilar eng yaxshi imkoniyat hozir. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, bu 407 ming so'm menga qimmatli qiladi deb, shunga yarasha sifat. Aytganimdek, arzoniga uchib ham vaqtdan ham pullaringizdan ham ayrilmaydi. Imtihon topshirish narxi ham arzon emas. Shunga yarasha yaxshi tayyorgarlik bo'lishi kerak. 1600 dan 1600 olsangiz bo'ladi. Endi uning uchun juda ham ko'p o'qishingiz kerak, rostdan ham kamchiliklarni yo'qotib. Unaqa natija olsang bo'ladi. O'zim shaxsan 1550 olganman. Hop, bitta savolni mana bu yerda kimdir jo'natyapti deb borkim. Boya javob bermaganmidim bu savolga.
Yo'q, hozir 100 ming so'm to'lasalaringiz, misol uchun 307 ming so'm to'laysiz. 529 ming so'm bo'lmaydi. 100 ming so'm to'lasangiz 407 ming so'm bo'ladi, ya'ni yana 307 ming so'm to'lashingiz kerak bo'ladi. Narxini aytganimdek, mart guruhini narxi 407 ming so'm, may guruhi hozircha bepul. Ya'ni may oyida noldan topshiradiganlar uchun guruhimiz narxi hozircha bepul. Bir oyga yaqin darslarimiz bepul tashkil qilinadi. Hop, mayli, yana yozib qo'yay muhim xabarlarni. Menimcha savollarni yana ko'ryapman, deyarli bir xil mazmundagi savollar. Ingliz tilidan B1 may oyi uchun guruhga qo'shilsam bo'ladimi? Ha, eng kamida B1 bo'lishi kerak. Xo'p, qarang, agarda matematikadan milliy sertifikatdan B daraja olsangiz, SAT matematikani 700+ olganingiz blokka yordam bermaydi, ya'ni imtihondagi qaysidir blok yopib bermaydi. Umumiy 1200 dan yuqori natija oladigan bo'lsangiz, 100% olib beradi qaroriga ko'ra. Hop, botda aytdim. Hozircha botimizdagi kamchiliklarni yengillashtirish uchun kamchilik yo'q o'zi. Faqat yangi odam qo'shishingiz kerak, eski odam hisobga olmaydi. Shu. Ertaga yana yengilroq tashkil qilamiz qo'shishni. Ha, bepul guruhda ham o'qisangiz bo'ladi. Hozir pulli guruhda o'qiyotgan bo'lsangiz ham farqi yo'q. Yana qo'shimcha o'ziga foyda bo'ladi. Bepul guruh hamma uchun. Matematikadan 9-gacha bilishingiz kerak. Yana o'zimiz o'rgatamiz to'liq. Anchagina aytganimdek, matematika tarafdan ham bizdagi qatnashuvchilar o'zgarishni his qilishgan. Ya'ni faqat ingliz tili tarafdan emas, matematika tarafdan ham foydali bo'ladi deb o'ylayman sizlar uchun. Ho'p, menimcha hamma savollarga javob bera oldim. Hozircha shu joyda tugatsak ham bo'ladi. Chet ellik topshirish uchun SAT ball qancha bo'lishi kerak? Agar chet elda to'liq o'qimoqchi bo'lsangiz, eng kamida 1500 ball. Matematika B+, ingliz tili A2, mayda 1200+ olsa bo'ladi. Endi ingliz tili tarafdan A2 bo'lsa ko'proq ishlashingiz kerak. A2 bilan ham qo'shilsangiz bo'ladi, endi ko'proq ishlashingiz kerak. Ona tili, tarix va ingliz tili majburiy topshirib o'tirilmaydi, 100% grant beramiz shuni. Ona tili yo'q. Aytganimdek, fanizga to'g'ri kelsa bo'ldi. To'liq olib beradi. Matematikaga aloqador bo'lsa bo'ldi. Qaroriga ko'ra. Xo'p, mayli. Hozir shu joyda tugatamiz. Barchaga kattakon rahmat. Hozir agarda jonli efirimiz foydali bo'lgan bo'lsa, yana o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar. Yana qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, adminimiz yoki mana shu guruhda to'liq eshitganlar sizlarga yordam berib, savollaringizga javobni aytishadi. Xo'p, hozir mana jonli efir hammaga foydali bo'ldimi? Endi iloji boricha harakat qildik. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Keyingi endi har xil texnik kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, menimcha texnik kamchiliklar ham bo'lmadi deb o'ylayman. Xo'p, hammaga foydali bo'lgan bo'lsa, o'zlaringizni xolisona fikrlaringizni ham qoldiringlar. Hammani fikrini kutaman. Hozircha shu. Hammaga kattakon rahmat. Boshidan oxirigacha to'liq qatnashganlaringiz uchun. Xudo xohlasa, mana shu boshlayotgan ishimiz hammaga manfaatli bo'lsin, foydali bo'lsin. O'sha mart oyida yoki may oyida hamma xursand bo'lib, o'zi xohlagan natijaga erishib. Endi sizlar yaxshi natijaga erishsalaringiz menga ham yaxshi-da, baribir ham. Faqatgina pulni oldim degani emasda bu yerda. Sizlar qachon to'liq rozi bo'lasizlar, qachonki o'zlaringiz xohlagan natijaga erishsalaringiz. Ya'ni men olayotgan pulimni qaysidir ma'noda halollab olishim kerak. Buning uchun sizlar o'zlaringiz xohlagan natijaga erishishlaringiz kerak. Imtihongacha dam olish yo'q, ya'ni to'liq e'tibor berib, yaxshi natijaga erishishlaringiz uchun xizmatdamiz. Ya'ni bu narsani jarayonda ta'minlaymiz. Hammaga rahmat, charchamanglar. Hozircha shu.